Bugün Maryland'daki Katak'tan Terrier dep atıldıgan bir memleket begini tonuşturutay dep oyladım. Bu tağ Amerika'nın şarkıdaki 10 ştatını kesip ötken Appalachian tağlarının Maryland kısmında. Baltimore'a fakat birer saatli yol. Manzara nahayeti güzel. Aldığımızda görünüp durgan bu taş böğrünün beşiği bek okşaşka Wolf Rock dep atıldı ekan. Qiziqarlıq yeri shuki, bundan 500 milyon yıldan burun mushu ko'rinib turgan taşlar ve hatta tağның o'zi dengiz tagidagi büyük qumluq ekandir. 200 milyon yıldan burun yer sharida bir zo'r coğrafiyalik o'zgarish paydo bo'lib, Amerikadagi Appalachian tog'lari shakllanishga boshlabdi ekan. Mazkur jarayonda yer şarının zor besimi deniz tagidagi qumliqni taşqa aylantirib ketgan. Mana ko'rinib turgan taşlar şu mezgilde deniz tagidagi büyük taşning büsüp chiqqan chog'da yerilishdan shakllangan ekan. Yer sharida yuz bergan shu cho'ng o'zgarishni tog'ning ustiga chiqqandan keyin azroq sezib olgan bo'ldi. Ma taşlarını qaraydigan bo'lsak, xuddi panni har bilan tilib qo'ygandek tekshi kesilgan. Bu tog'larga chiqib bir ko'rgandan keyin shu coğrafiyadan xuddi bir cho'ng dars olgandek bo'ldi ekan. Bu Appalachian tog'lari nihoyatda go'zal tog'lar. Amerika'ningki shu Georgia tarafdan shu yuqori tarafdagi Maine shtatgacha uzargan. Bu Chimney Rock deb mush bog'ning ichidagi yana bir tosh. Chimney deganimiz ham turxon degan gap. Turxonga o'xshatib buni Chimney Rock deb qo'yibdi. Mana Appalachian tog'lari. O yoqda Washington DC. Ma aq taraf Camp Davis degan yer. Prezidentninki yazliq sarayı. Mişaqlarda. Meyada qarsa qavga tilkölü. Buna qaraganda shu haqiqatan böğrünün beshiga o'xshab qoldi ekan. Ma taşlarni xuddi o'lchab, kesib, ratlab tizib qo'ygandek ko'rindi ekan. Kristallashgan taş.